ozgina влажнец. Bugun men sizlarga o'zimning make-up tutorialimni ko'rsataman. Birinchi bo'lib turib, mana shunaqa Hyalderma mistni sepamiz yuzimga. Вообще yuzimga tegmayapti. No, juda ham xursandman. Endi tonalkani olamiz. Ro'molimga surib olmaslikka harakat qilaman. Endi ozgina ketdimi? Wow, yana qoshimga tegib ketdi, lekin shunaqasi ham bo'ladi. Nimagadir уже tush olyapmiz. Kipriklarimga suramiz. Kiprigimga umuman tegmayapti. Nimagadir tushim. O'zim qo'lim bilan o'zim urib yubordim nimagadir. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Rumenani olamiz. Youtube-da bizga kerak emas ekan. Qo'limiz bilan bosib olar ekanmiz. Rumenani og'zimiz yoniga qildik. Hech qachon shochkaga surmas ekansiz, og'zingizni yoniga surar ekansiz. O'sha yangi trend ekan. Labimdan chiqib ketmasdan, labimning ichiga shunaqa qilib surib olaman. Endi labim sal kattaroq ko'rinsin deb sal chekkaroqga chiqib ketyapman-da. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like qo'yib qo'yish va menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bля!